sayyor sayyotiga o'rinlashtirma. Nice. Yaxshi mislar urutqanlar, amanglar mushvaqtlar xayrlik bo'lsin. Toskam efendim çay ta'liminin mesul izcan amanglar o'tq salam va ali ihtiram. Bugun 12 ayning 23 kuni esa shanba. Bugun efendim çay ta'limlarida biz datingda 3 ay yozoda 2 xiridaning nolligini biraqla uyushtirdik ha bugun tushgan. Mana nolliq kelgan xiridalar, to'y kelgan xiridalar do'konning oldida paydo bo'lib ketdi. Bu mu naq bizni qo'llab kelayotgan xiridalarniki bizga ishonganlik uchun bo'ladi-da. Bo'lmasa hammalar biraqla kelmagan bo'lsa belgilar bir-biridan kelgan biz ularning me'morlarining sonini egallab turib, ularning ko'nglini tushunib turib, 2 nolliq bir uycha o'rlashtirdik. Unda olib qolib qolsa, mushu uycha o'tkazmoqchi bo'lgan, xatmi to'y, cho'ng to'y qilmoqchi bo'lgan va boshqa nolliq uyushtirmoqchi bo'lganlar, efendim joy ta'limlar kelib bizningki faoliyatlarimizni, xaridorlar uchun o'rlashtirgan ishlarimizni tushunib biqishinglarni umid qilamiz. Efendim joy ta'limlari davomli sizlar uchun a'lo munosabat bo'lamiz. Bundan burun nolliq o'tkazib, to'y o'tkazib, bizni ranjib qolgan bo'lsanglar, ko'nglincha gizib qo'ysanglar maslahat, ayrim kechirim so'rayman va ko'ngil so'g'amni sizlarga bildirma. Hamma odamning ko'ngli xush bo'lmaydi. Biz ham mukammal emas. Agar ba'zi jihatda bizning bolalardan yoki ustamlarimizdan yoki boshqa xodimlardan ranjib qolgan bo'lsanglar, ko'nglinchiga qo'ymay yasanglar bo'lardi. Men jamiyatdan oshkor fikr qabul qilaman. Chunki men oshkor tijorat qilgan odam. Hozir gap bo'yicha biz xaridorlarning manfaatini oldin qo'yib qo'yamiz. Chunki men topadigan pul xaridorning yanjig'ida. Shunga men ularning manfaatini birinchi o'ringa qo'ymasam, ularning ko'nglini yaxshi tutmasam, men bu pul topolmayman. Shunga mushunda ko'ngil olib qolganlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar, masalan, ayrim ko'ngil so'g'imni bildirmayman sizlarningki shu xafa bo'lgan yeringlarga darmon bog'dak javob qaytiraman. Unda bo'lsa, efendim joy ta'limini qo'llaydigan xaridorlar meni go'nju qilishinglarni umid qilaman. Zopillarimga qo'yib ko'plab yo'llab qo'yishinglarni va bundan keyin uchirmoqchi bo'lgan shunda qiyinchiliklar desanglar biz amal va hal qilib tirishimiz. Efendim joy ta'limini tanlab to'y qilgan xaridorlarga noimiz tavasidagi bir go'zallik saloni atayan faoliyatlik bilet ekipda mushashxonada to'y qilganlar 3 yillab ishlaydigan bilet. Buni kelsanglar tushuntirib qo'ysak bo'ladi. Buni men tushuntirib o'ltirsak Zopinning vaqti pek uzayib ketdi. Shunga to'y qilmoqchi bo'lgan kelsanglar bo'ladi. Uningdan sirt efendim joy ta'limlarini tanlab to'y qilmoqchi bo'lgan qiz yigitga men hatto sayat o'rlashtirishni o'ylashyapman. Qanday gap desanglar, men ma'lum bir sayat shirkati bilan deyishyapman. Mushashxon tanlab to'y qilganlarga o'zinglar bir pul to'lagan qaraganda 1-20 ming yanchig'on qadaka shunda azam pulga sayat sayatiga o'rlashtirma. Unda bo'lsa to'y qilmoqchi bo'lganlar kelib bizning faoliyatlarimizni tushunib biqishinglarni umid qilaman.